Mana bugun sayohatimiz davomida rayonimizda eng mashhur bo'lgan joylardan bittasiga ziyoratga keldik. Teshiktosh 190 tonnalik toshda qimirlaganini hozir hammalaring ko'rdinglar, guvohi bo'ldinglar. Tabiatda bir mo'jizasi bu. Shuhrati juda qadim. Aniq ma'lumot biror manbada falon yildan degan narsa yo'q. Shu yer yuzi yoki yer shari yaratilgan ekan, ana shundan buyon ehtimol turibdi. Odamlarni o'ziga jalb qilgan, odamlar ko'rib mana shu joyga kelgan. Eng hayratlanarlisi shundaki 190 tonnalik tosh deb yozilgan. Ko'rdinglar toshda. Hazil narsa emas, kichkinagina mana sharikcha toshni ustida turibdi. Qimirlasangiz ozgina harakat bilan qimirlaydi. Qancha zilzilalar, tabiatda ofatlari bo'lib o'tganiga qaramasdan na tushib ketadi. Mana turishini qaranglar. G'arb tomoni mana katta jarlik bo'lsa, tosh turibdi. Qimirlaydi. Lekin tumalab ketmagan, yiqilmagan. Mana bu toshga qarasanglar, hayratlanarlisi ichi o'yilib, yemirilib, bo'sh joylari sekin-sekin ko'rinib turibdi. Hattoki ushalgan joylari bor. Lekin ming yillar davomida issiqqa, sovuqqa chidab, mana shu havoda turibdi. Odamlarni jalb qilgan narsa shu toshni qimirlashi hayratlanarlisi. Ikkinchisi, yani ko'plaring o'tdinglar, teshik tosh o endi odamlar tomonidan o'ylab topilgan keyingi paytlardagi odamlarni ixtirosi. Hech qanaqa beda sehr yoki boshqa narsa bor emas. Odamlar qadimdan ham bunaqa joylarni ilohiylashtirib, ayrimlar manfaat uchun, ayrimlar tabiat mo'jizasi deb, ayrimlar Xudoni yaratib qo'ygan bandani sinov uchun qo'yilgan joy deb baholab kelishgan o'sha joylardan biri. Hattoki Sovet davrida yaratilgan O'zbek Sovet ensiklopediyasini ochib, Sangijuman S harfidan Sangijuman so'zini ma'nosini o'qigan joyda shu tosh haqidagi rivoyatni ham o'qiysizlar. Mamlakatimizda bunday joylar ko'p. Sanoqli. Ko'p deganim bilan baribir sanoqli-da, ma'lum bir sanoqqa ega. O'shanday mo'jizakor, odamlarni jalb qiladigan, hayratlanadigan tomonidan birinchisi toshda haddan tashqari yengil qimirlashi. 190 tonna hazil narsa emas u. Bundaroq mashinalar ko'tarolmaydi. 190 tonna hazil emas. Hatto kam az mana 12-15 tonna joy g'ayrat qilsa yukni ko'taradi. Hozirgilari zamonaviy texnikalar 50 tonna ko'taradigani bor. 80 tonna ko'taradiganlari bor. Lekin 190 tonna 3 vagondan ortib qoladi. 60 tonna ko'taradi bitta vagon. Ana shunday katta toshda harakatga kelishi har qanday odamda baribir o'ylovga qo'yadigan narsa. Yurtimizni mana shunaqa mo'jizakor tabiati, ob-havosi, yonida mana pastga tushsanglar tiniq zilol suvlari, bahor bo'lgani uchun mana yam-yashil bo'lib kelayotganligi so'zsiz har qanday odamni jalb qiladi, bir ko'rishga shunga intiladi. Shunday yurtimiz bor ekanki, uni qadriga yetsak, qadrlasak, e'zozlasak, birinchi marta mana jamoa bo'lib chiqdinglar. Xuddi shunday joy Ko'ksaroy balandidagi Judi tog'i bir necha kitoblarda, qadim manbalarda yozilgan tarixi va rivoyatlari o'ziga yarasha yetarli eng ajoyib joylardan bittasi. Hattoki tumanimiz hokimi borib birga bunday aylanganimizda men mana bu
Xitoydan kelgan mototsiklchilar bor-ku. Shundan 5-6 ta olib beraman. Aylantirib kelgan turistlarni shu yerda aylantirayotgan joy qilamiz deb, hattoki shu tomonga ozgina yo'l ham qildirib qo'ydi hozir. Bir borganda hali ko'rasizlar. Haqiqatdan ham mo'jizakor. Tepaga qarasanglar, tekka alohida tog' cho'qqi turibdi. Qatirchidan shunday qarasanglar ko'rinib turadi o'sha tog'. Ko'rinib turadi. Pastga borsangiz, xuddi shunday oldida ariq, oldida suv, bir ariq suv oqayotdi. Ana tabiat. Mirzo Salimiyning kitobida, Tarixi Salimiyni o'qisangiz hayron qolasiz. Buxoroni bek qilib, Buxoroni amiri bek qiladi, sen Nurotani boshqarasan deb Mirzo Salimiyni jo'natib yuboradi o'sha yerga. O'zini muftiysi, qozisi bilan Xatirchi beki bilan birgalikda bir-birini mehmon qilish uchun o'sha yerga taklif qilishadi. Uchrashganda 4 odamni quchog'iga sig'maydigan majnun tollar borligi. Hattoki o'sha majnun tollarni ichidan joy qilib olib, darvishlar bu choy qaynatadigan choynigiyu po'stak, bilasizlar, po'stakda o'tiradigan darvishlar yig'ib olib, o'zi bilan olib ketib, yoz bo'lsa po'stakda teri tomoni yaxtakina bo'ladi o'tirishga, salqin bo'lsa, sovuq bo'lsa, teri tomonini yerga qo'yib, jun tomonini ustiga qo'yib o'tirib, o'shanda tunaganligi haqida qiziq narsalarni yozgan. Mana shunaqa mo'jizakor yurtimiz bor ekan. Bu hammamizni, butun mana shu yurtimizni, O'zbekistonning xalqini mulki ziyorat qilsa bo'ladigan joyi. Besizga prezidentimiz mana shu yil boshi bilan Navoiy viloyatini iqtisodiy, ijtimoiy rivojlantirish to'g'risidagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bekorga qabul qilingan emas. Angiron deb o'rganib qolganmiz. Shu Angiron mahallasini turizm markaziga aylantirish, o'sha atroflarni bog'roqlarga aylantirish masalalari bo'yicha katta tadbirlar belgilangan. Hokimimiz 50 gektar yerga anorzor, 30 gektar yerga anjirzor qilish to'g'risida takliflarni kiritib, ko'chatlarni olib kelib ektirib yotibdi, ektirishdi hozir. Nasib bo'lsa rayonimiz, tumanimiz 2-3 yildan keyin anor ham ishlab chiqarib sotadigan, anjir ham ekib sotadigan yurtga sekin-sekin aylanadi. Bu ziyoratlaring bardavom bo'lsin. Rayonimizni, tumanimizni mana shunaqa qadimiy joylarini ziyorat qilishni doim davom ettirib turinglar. Chunki sizlarga bog'liq. Qancha ko'p ko'rsanglar, odamlar ichida maktablarga borganda yoshlarga tashviqot qilib, targ'ibot qilib aytib tursak, so'zsiz yurtimizni o'rganishga bo'lgan havas ortadi. O'shani tashkilotchilari sizlar bo'lishlari kerak. Qancha avangardlikni, bayroqdorlikni qo'ldan qo'ymasanglar, obro', e'tibor, hurmat sizlarga nisbatan oshadi. Xalqimizning mehri toshadi, bilasizlar. Sizlarni ko'rganda, "Ya mana bu opa buni aytgan edi. Bu opalarimiz mana buni aytib ketishdi bizga. Yo bilardik, yo bilmasdik" degan narsalarni aytishadi. Men kanalga material tayyorlab bergandim sizlarga. Juda tog'i haqida yoki Sangi Juman haqida qo'yilgan chiqqan, lekin juda kam a'zolarimiz borligi evaziga kamgina odam uni o'qigani ko'rdi, qolgani shunday qoldi. Takroriy qo'yish kerak ular. Qaysi maktabga borishlaringizdan qat'iy nazar, kollej bo'ladimi, maktab bo'ladimi, texnikum bo'ladimi, ularga aytib, a'zolar sonini ko'paytirmasak, rayonimizni tashviqot qilish, tumanimizni yoyish masalasi orqada qolaveradi. Davlatimiz tomonidan shuncha ish qilinyapti ekan, endi shu yerdagi har bir shaxs o'zini hissasini qo'shish kerak. Shunda albatta ilg'orlari sizlar bo'lishlaring lozim va shart.
Sog' bo'ling.